Xitoy Tashqi ishlar ministrligi Filippin mudofaa ministri Gilberto Teodoro'ning Xitoy haqidagi bayonlari sababli Teodoro va oila tabiatlarining Xitoyga kirishini, Xitoydagi savdo hamkorlik faoliyatlarini chekladi. Ushuq Xitoy. Ya beshamlikda, ushuqlikda, nomussizlikda buni oldiga o'tadigan yo'q endi. Ya birisiga jazo bersan, uni shu 70 sulolasiga shu jazo berishga urindi-da endi. O'zininki qandaq tabiatga ekanligini shunga o'xshash qarorlardan bilib olamiz ochiqlamayman. Hech aloqasi bo'lmagan shaxslarni qo'shib jazolayman deydi-da. Bizning vatanda har bir oiladan bir ish chiqib qolsa, uni butun necha avlod bolalargacha buning oilasida bunda ish qilgan imbatida ashuni surishti qilgan nomussizlik deyiladi. Amerika Palata a'zosi John Curtis Uyg'ur tilining Amerika diplomatiyasi va davlat bexatarligi sohasi uchun strategik ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladi va Amerikaning Uyg'ur siyosiy qonun loyihasidagi aloqador moddalarini eskartib, Xitoy qatorliq Osiyo davlatlarida xizmat qilgan amerikalik diplomatlarning Uyg'ur tili o'rganishi kerakligini, Uyg'urlar bilan bevosita so'zlasha oladigan va Uyg'ur inson haqlari vaziyatini chuqur tushuna oladigan bo'lishi kerakligini eskartdi. Albatta buning so'zini tafsiloti shu Uyg'ur siyosiy qonun loyihasidagi ilgari butun o moddalardami nurg'un tafsiliy ma'lumotlar bor. O'z vaqtida Marko Rubioning qilgan gaplari emaslanga, Tashqi ishlar ministrligining ustiga tushgan vazifalari shu bo'lib Uyg'ur tili masalasida diplomatlarni tarbiyalash. Shuni qaytadan bir eslatgan bo'ldi John Curtis.